Shu ko'ylakni o'rganamiz. Razmerlari 1 yoshdan 4 yoshgacha. O'zimizga kerakli yoshini esa videoda ko'rsatilgandek tanlab olamiz. Men 4 yosh andozasini tanladim. Bu belgi asos. Bunisi buklov. Bu belgini tikish davomida tushunib olamiz. Bizda yeng, oldi qism, orqa qism, bo'yinga ishlov berish uchun lenta va etak qismi. Kichkina detal tugma uchun. Eng birinchi shuni tikamiz. Yelkalari tikamiz. Bo'yin o'yindisiga ishlov beramiz. Yenglari o'laymiz. Yonchoqlari tikib olamiz. Etakka zborka berib, andozalari xuddi videoda ko'rsatilgandek bichib olamiz. Bo'yin o'yindisiga, etaklariga, ikkita yengiga, old-orqa qismlar va shu kichkina detalcha. Ko'ylagimiz esa tayyor. Maneken 2 yosh razmerda, ko'ylak 4 yosh razmerda.